O't pufagida tosh paydo bo'lishining asosiy 5 ta sababi. Birinchisi, qovurilgan va yog'li taomlar o't pufagi suyuqligini quyuqlashtirib yuboradi. Ikkinchisi, kam harakatlilik. Bir joyda ko'p o'tirib qolinsa, o't pufagi yaxshi ishlamaydi, ichidagi suyuqlik qotib qoladi, natijada tosh hosil qiladi. Uchinchisi, uzoq vaqt och yurish yoki keskin ozib ketish. Ovqat vaqtida yeyilmasa, o't pufagi faoliyati buziladi va tosh hosil qilish foizi keskin oshadi. To'rtinchisi, suyuqlik kam ichilsa ham o't pufagi faoliyati buziladi, natijada tosh hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Beshinchisi, gendan ham o'tishi mumkin, ya'ni ota-onada bu muammo bor degani sizda ham bo'lishi mumkin degani. Lekin sog'lom turmush tarziga rioya qilsangiz, bunday muammolar albatta bo'lmaydi. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish bo'yicha maslahatlarimni profilimga obuna bo'lib, kuzatib boring.